hech kim bizga kredit bermagan. Men buni rasmiy aytishim mumkin. Endi umuman taqchillik agar to'g'ri tushungan bo'lsam savolingizni, Saidar Ne'matullayevich, bu taqchillik doim bo'laverishi kerakmi degan savol. Endi birinchidan agar bir tarixni ko'tarib ko'rsangiz, endi men shu sohada avvaldan ishlab kelyapman, biz ko'p yillar davomida profitsit bilan qilganmiz. U zo'rmidi degan savolga men shu sohada ishlab kelayotgan odam sifatida yo'q deb javob berishga majburman. Chunki avval o'sha payti profitsit bo'lganining sababi shuki, byudjet taqchilligini moliyalashtirishga hech kim bizga kredit bermagan. Men buni rasmiy aytishim mumkin, hech kim. Chunki demak, islohotlar yo'q edi, so'm erkin konvertatsiya qilinmardi, soliq siyosati, umuman endi nimalar qilingan bo'lsa, oxirgi 8 yilda shular yo'q edi. Shuning uchun ham hech kim bizga demak byudjet taqchilligini moliyalashtirishga kredit bermardi.